Assalomu alaykum O'zbekiston. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Shirinobod 21-umumiy sonli maktabda ozgincha muddat o'qib, ta'lim olganman. Alloh bugun shunaqangi imkoniyat berdiki, shu maktabga sanoqli bo'lsa-da perchatkalar, lapa, bitta yaxshi meshok olib keldim. Yosh avlod bir to'g'ri yo'lda, to'g'ri maqsadlarda foydalansin deb. Kim o'ylabdi deysizlar, bir vaqtlar yirtiq oyoq kiyimda 3-4 kilometr emas, 5 kilometrdan piyoda kelib, qishlarda qiynalib o'qigan maktabiga oddiy cho'pon yigit shunaqa narsalar olib kelib, yosh avlodga o'rnak bo'lardi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Netulga O'zbekiston, O'rta Osiyo taniydigan yigit bo'ldim. Endi meni maqsadlarim faqat yosh avlodga to'g'ri yo'nalish ko'rsatib, dalshi harakat qilish. Hammaga rahmat, hammaga. Saturn dalish davom etadi. Xudo xolasa bundan-da zo'r, bundan-da yaxshi ishlar qilamiz. Sizlar qo'llab-quvvatlab paddishga qilib turinglar. Qashqadaryo, Surxondaryo, biz O'zbekiston. Assalomu alaykum, sizlarni yaxshi ko'raman. Saturn davom etadi xudo xolasa. O'zbekiston, olg'a, O'zbekiston umir radio.